Bugun Jak avtomobiliga ideal holatda metan yig'ib berdik. Qanday komplektlar yig'ilgan va nimalarga metan yiqqanda ahamiyat berish kerak va qanday komplekt bu avtomobilni zo'r qilib yurg'izib beradi. Shu haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Ungacha bitta obuna bo'lib qo'ying, biz boshladik endi. Bu avtomobilimizda akkumulyatorni perdirka qilib akkuratniy holatda bu tomonga o'tkazdik va 3 talik lenta qilib 100 talik uzun ballonlarni kafolati bilan ideal qilib qo'ydik. Nari tomoniga esa 80 talik ideal qilib buni ham 3 talik lenta qilib zavodskoy qilib ustanovka qildik. Hech qanaqa ortiqcha bu yoqqa chiqib qolmaydi va baquvvat lentalar bilan qo'yganmiz. Ahamiyat berib qo'ysizlar, juda ham sifatli qilib. Old zapchastlari esa avtomobilimiz MPI motor bilan jihozlangan. Shuning uchun X argon reduktor, farsonkalar real va Yevropa gaz bilan ideal Polsha meyda bilan cho'tki qilib yurg'izdik. Kimgadir propan yoki metan narx-navoz qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Bu videoni mana shunga o'xshash gigant avtomobil borlarga yuborib qo'ying, obuna bo'lishni ham unutmang.